Boy ota, kambag'al ota dunyodagi eng mashhur moliyaviy savodxonlik haqidagi kitoblaridan biri hisoblanadi. Uning muallifi Robert Kiyosaki millionlab odamlarning pul haqidagi fikrini o'zgartirgan. Sarmoyador, tadbirkor va yozuvchi aktiv va passiv mulk, qashshoqlik va bankrotlik o'rtasidagi farq haqida gapirib, ikki otasini taqqoslaydi. O'z otasi o'qimishli, ziyoli, falsafa fanlari doktori, professor, ammo moliyaviy jihatdan ko'pincha muammolarga duch kelgan va do'sti Maykning otasi moliyaviy farovonlikka erishgan, muvaffaqiyatli, aqlli va moliyaviy savodxon odam. Boy ota, kambag'al ota kitobi 109 dan ortiq mamlakatda sotilgan va 6 yil davomida New York Times bestsellerlari ro'yxatida yetakchilik qiladi. Asarning muqaddimasida muallif ushbu kitob farzandlarining eng asosiy o'qituvchilari butun dunyo ota-onalariga bag'ishlanadi deya ta'kidlaydi. Muallifning 8-sinfga oxirigacha bitirmay, qolgan bilimini hayot maktabida amaliy tajribalar bilan o'rgangan boy otasi o'limidan so'ng farzandiga $10 million meros qoldiradi. O'zi otasi esa bir qancha to'lanmagan qarzlar qog'ozini qoldiradi. Ularning har ikkisi ham kuchli, irodali, boshqalarga ta'sirini o'tkaza oladiganlardan edi. Ikkovi ham bilimga tayanardi, lekin o'qishning turli usulini tavsiya qilardi. Pul masalasida esa ularning nuqtai nazarlari farqlanardi. Biri pulga hirs qo'yish barcha kulfatlar ildizi desa, yana biri pulning yetishmasligi barcha kulfatlar ildizi derdi. Boy otaning Robert va Maykka birinchi bergan darsi shunday edi. Boylar pul uchun ishlamaydilar. Kambag'allar pul uchun ishlaydi. Boylar esa pulni ular uchun ishlashga majburlaydilar. Ko'pchiligimiz oylik maosh uchun ishlaymiz. Biz qattiq ishlaymiz va maoshning oshishini kutamiz. To'lovlarimizni to'laymiz va atrofimizdagi har bir kishi, shu jumladan xo'jayinimiz ham o'z qo'l ostidagilarga nisbatan naqadar adolatsiz yo'l tutishlaridan norozi bo'lamiz va ular o'zgarishlari kerakligi haqida atrofga bong uramiz. Bizda yetarlicha pul yo'q va bizning muammolarimiz atrofimizdagi boshqalar tufayli ekanligiga ishonamiz. Biroq haqiqat shundaki, bizning o'zligimizda muammolar mavjud va birinchi navbatda atrofimizdagi odamlarni emas, balki o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Ko'plab insonlarning fikrini, dunyoqarashini o'zgartirish mushkul, hatto imkonsiz. To'g'ri hamda samarali usul esa o'zimizni o'zgartirish, dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Ish haqi hayotimizning asosiy nuqtasiga aylangan va biz pul ishlashdan ko'ra pul uchun ishlashni afzal ko'ramiz. Biz hammamiz pul uchun ishlash yoki pul biz uchun ishlashni tanlash huquqiga ega ekanligimizni unutib qo'yamiz. Pul uchun ishlaydigan odamlar o'zlari bilmagan tuzoqqa tushib qolishadi. Bu tuzoq kalamushlar poygasi nomini olgan. Kalamushlar poygasi cheksiz davom etuvchi ma'nosiz harakat. Bugungi kunda bu musobaqa kam maosh evaziga ko'p mehnat qilishni anglatadi. Bu poygada hech qanday g'olib bo'lmaydi. Birdan bir usul o'yinni tashlab chiqib ketish. O'yinning borish tartibi quyidagicha: har oyda maosh chiqishini kutib yashash, yilda bir marta beriladigan ta'tilni kutish, soliq hamda majburiyatlarni amalga oshirish, oilaviy hamda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash va oxiri oqibat nafaqaga chiqishni kutish. Biz qo'rquv va istaklarimiz tufayli bu tuzoqqa tushamiz. Ishimizni yo'qotish qo'rquvi bizni kalamushlar poygasiga olib boradi. Orzu, havaslar ro'yobi uchun tikiladigan mablag'ga ehtiyot esa bizni kalamushlar poygasida davom etishga majburlaydi. Tuzoq endi tugamaydigan tuzoqqa aylanadi. Birinchi saboqni yaxshi o'zlashtirgan qahramonlarimiz komikslar kutubxonasini tashkil etishadi. Kutubxona 3 oy faoliyat yuritgan bo'lsa-da, boy bo'lish sari qo'yilgan birinchi qadam o'z natijasini ko'rsatdi. Endi ular kutubxonada yo'q bo'lgan vaqtlarida ham u o'z faoliyatida davom etib, Robert va Maykning foydasiga pul ishlardi. Bo'lajak boylarning pullari ular uchun ishlay boshladi. Ikkinchi qoida: moliyaviy savodxonlikka ega bo'lish. Moliyaviy savodxonlik asosi faqat bitta qoidada ifodalangan: aktiv va passiv o'rtasidagi farqni tushunish. Iqtisod tili bilan aytadigan bo'lsak, aktiv daromad kirim, passiv esa xarajat chiqimni anglatadi. Aktivlarni sotib olish bu bizning cho'ntaklarimizga pul qo'yadigan narsalarni sotib olishdir. Passiv esa cho'ntagimizdan pul olib ketadi. Ko'pchiligimiz o'z kasbining ustasi, mahoratli kadr bo'lishimiz mumkin, ammo biz hali ham moliyaviy bilimga ega emasmiz. Biz passivni majburiyatlarini, ya'ni aktiv sifatida qabul qilamiz. So'zlarimizga ishonmasangiz, bir savolga javob bering. Sizning uyingiz aktiv mulkmi yoki passiv? Moliyaviy savodxonlik nafaqat pul topish, balki undan ham muhimi pulni qanday sarflash ilmidir. Ko'pchiligimiz o'z uylarimizni aktivlar sifatida ko'ramiz. Biroq agar masalaga chuqurroq yondashsak, uyning passiv ekanligini tushunamiz. Uy sotib olish soliq imtiyozlarini taklif qiladi, ammo u qo'shimcha pul xarajatlarini ham talab qiladi. Hozir ba'zi insonlar uyni 20-30 yillik ipoteka kreditga sotib olishyapti. Haqiqiy buxgalteriya ma'nosida uy siz butun ipotekani to'lamaguningizcha aktiv emas, balki passiv sifatida qaraladi. O'z uyingizning bo'lishi bu ajoyib baxt, lekin uy sotib olish uchun pul ishlab chiqaradigan aktivlarni yaratish juda muhimdir. Ish haqining har qanday o'sishi kattaroq uy kabi xarajatlarga emas, balki daromad keltiradigan aktivlarga investitsiya qilinishi kerak. Aytaylik, yangi mashina sotib oldingiz. U salondan chiqishi bilanoq narxi 25% ga pastlaydi. Bundan tashqari toychoq uchun har oyda kamida $300 xarajat sarflaysiz. Bu holatda mashina siz uchun passiv mulkdir. Endi uni oylik $300 to'lov bilan ijaraga berib qo'ydingiz. Kutilmagan holatlar bilan to'qnash kelmasa, toychoq sizga aktiv mulkka aylanishi mumkin.
E'tibor berish kerak bo'lgan narsa borki, boylar aktivlarni sotib olishadi. Kambag'allar xarajatlarni, o'rta sinf esa aktiv deb o'ylab passivlarni sotib oladi. Aktiv va passiv o'rtasidagi farqni tushunish uchun ularni jadvalda izohlab beramiz. Ushbu daromad jadvalida daromadlar va xarajatlar yoziladi. Balanslar varaqasida esa aktivlar va majburiyatlar. Bundan ko'rib chiqish mumkinki, aktivlar faqat daromad keltiradi. Passivlar esa xarajatlar uchun pulni sarflaydi. Endi esa 3 toifa insonlar moddiy ta'minotini jadvalda ko'rib chiqsak. Kambag'allar ishlaydi, ish haqi oladi va uni xarajatlar uchun sarflaydi. Xarajatlar oziq-ovqat, kiyim, soliqlar, kommunal xizmatlar uchun to'lovda, transport kabilarni o'z ichiga oladi. O'rtahollar esa ish haqi olishadi va ularni faqat majburiyat va xarajatlar uchun sarflaydilar. Bunda ularning kambag'allardan farqi shundaki, ularning oylik daromadlari ko'proq bo'ladi, lekin daromad bilan birga ularning xarajatlari ham ortadi. Boylar esa aktivlaridan keladigan daromad evaziga yashaydilar. Aktiv daromad o'z-o'zidan ortib boradi. Ya'ni bu vaziyatda pul yoki mulk egasining jarayonga aralashuviga hojat qolmaydi. Bu jarayonni Robert daraxt o'tkazishga qiyoslaydi. Siz unga yillar davomida suv quyib turasiz. Bir kun kelib suv quyishning hojati qolmaydi. Daraxt ildizlari chuqurlashib, endi u yaxshi hosil va soya bera boshlaydi. Endi siz uning soyasida ham dam olib, hosilidan bemalol foydalanishingiz mumkin. 3-qoida o'z biznesingizga e'tibor berish. Agar sizdan McDonald'sning biznesi nima deb so'rashsa, sizning javobingiz instinktiv ravishda fast food savdosi, ya'ni tez ovqatlanish kabi bo'ladi. Biroq McDonald'sning asoschisi Ray Krocning fikricha, kasb va biznes bir-biridan farqlanadi. Ya'ni Ray Krocning kasbi burger savdosi bilan shug'ullanish bo'lgan, lekin uning biznesi daromad keltiruvchi ko'chmas mulk bilan bog'liq aktivlarni qurish edi. McDonald's restoranining muvaffaqiyatining asosiy omili uning joylashgan joyi va qurilgan yer maydonida edi. E'tibor bersangiz, McDonald's restoranlari butun dunyo bo'ylab odamlar gavjum joylarda, shahar markazlaridan o'rin egallagan. O'z biznesingizga e'tibor berish bu majburiyatlar yoki bema'ni tovarlar o'rnida daromad keltiruvchi aktivlarni sotib olishdir. Daromad keltiradigan aktivlarga aksiyalar, obligatsiyalar, investitsiya fondlari, ipotekadan keyin sof ijobiy daromad keltiradigan ko'chmas mulk yoki daromad keltiradigan barcha narsalarni kiritish mumkin. 4-qoida korporatsiya tashkil etish va undan foydalanish. Moddiy ta'minot haqida gap ketganda yana bir narsaga e'tibor qaratish lozim. Soliq tizimi. Nega endi ijtimoiy hayotning barcha qatnashchilari soliq degan majburiyatga ega? Soliqlarni undirish ilk bor Buyuk Britaniyada kelib chiqqan va bundan biroz vaqt o'tgach AQSh konstitutsiyasiga 16-tuzatish bilan doimiy soliqni qabul qilgan. Soliq tarixiga nazar tashlasak, aslida o'sha davrda oddiy xalq Robin Hood ertagidagi boylarni tunab, o'ljani kambag'allarga tarqatuvchi bosh qahramondek obrazga muhtojligini sezgan holda hukumat boylarni jazolash shiori ostida ularni soliqqa tortadi. Oddiy xalq buni olqishlar bilan qabul qiladi, lekin hukumatning ishtahasi ortib borib, soliq barcha uchun majburiy bo'lgan butun boshli tizimga aylanadi. Vaqt o'tgach boylar o'z mablag'larini soliqdan himoyalash maqsadida qonuniy tarzda korporatsiyalar tuza boshlashadi va qarabsizki, qonunning o'zi boylarni korporatsiya nomli najot farishtasi tufayli soliqlardan ozod qiladi, turli imtiyozlar taklif qiladi. Shunday qilib boylar soliq tizimida ham moliyaviy erkinlikka erishdilar. Bugungi kunda esa soliqqa tortish bo'yicha kurashda eng ko'p kambag'allar aziyat chekadilar. Mana shunday moliyaviy qaramlikdan qutulish va erkinlikka erishish uchun muallif 10 ta maslahat beradi. Agar boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, moliyaviy farovonlikka erishishni istasangiz, boylikka erishish oson ish emasligini yaxshilab anglang va moliyaviy bilimingizni mustahkamlang. Uyga o'g'ri kelsa, televizor, tilla, buyum va shu kabi pullasa bo'ladigan narsalarni o'marib chiqib ketadi, ammo ular ana shu pulni topish yo'lini o'rgatuvchi kitoblarni hatto ushlamaydi ham. Statistika bo'yicha aholining 90% televizor sotib oladi. Faqat 10% aholi esa kitob sotib oladi. Vaqtingizni o'g'irlovchi narsalardan uzoqlashing, to'xtamasdan harakat qiling, bilim oling. Bilimni hech kim o'g'irlay olmaydi. Do'st tanlashda ehtiyotkor bo'ling. Ularning moliyaviy ahvoliga e'tibor bermang. Boylardan qanday qilib pulni ko'paytirishni o'rganasiz. O'rtahol yoki kambag'al do'stingiz bo'lsa, ulardan pulni qanday qilib behuda sarflamaslikni o'rganasiz. Avval bir formulani o'rganib, so'ngra ikkinchisiga o'ting. Buni tez bajarishni o'rganing. Kuchingiz shunda bo'ladi. Nimani o'qiyotgan bo'lsangiz, o'sha bo'lasiz degan gap bor. Boshqacha qilib aytganda, nimani o'qib o'rganayotganingizga ehtiyotkorlik bilan qarang, chunki miyangizga nimani kiritgan bo'lsangiz, sizni o'shanga tayyorlaydi. Avval o'zingizga to'lang. Bu sizdan qattiq tartibni talab qiladi. Agar o'zingizni nazorat qila olmasangiz, boyishga urinmang. O'zini nazorat qila olmagan inson lotereyada million yutib olgan bo'lsa ham tez orada yana o'sha eski tog'oraga kuni qoladi. Pul oqimini boshqaring, odamlarni boshqarishni o'rganing. O'z vaqtingizni boshqaring. O'z ishining mohir ustalariga, ya'ni professional xizmatlarga yaxshi ish haqi to'lashga odatlaning, chunki ularning xizmatlari sizning daromadingizga ta'sir o'tkazadi. Aktiv, hashamatli buyumlar keltiradi. Bering, sizga 10 barobar ko'p qaytadi. Agar nimanidir juda xohlasang yoki nimadir yetishmasa, avval shuni bering va sizga yuzlab, minglab marta ko'payib qaytadi. Bu hamma narsaga taalluqli. Pulmi, tabassummi, do'stlikmi yoki sevgi. Asar haqida muxtasar so'z aytar ekanmiz, adibning fikricha,
Boylik bu insonning cho'kib ketmasidan avval suv yuzasida qancha muddat tura olishidir. Ya'ni siz bugun ishlashdan to'xtadingiz va sizning moddiy ta'minotingiz qancha muddat sizga xizmat qila olishidir. Aynan shu narsa inson o'zini boy deb his qilishga imkon beradi. Va hech qachon harakatdan to'xtamang. Men bu ishni qila olmayman demang. Bu ishni qanday yo'l bilan amalga oshirsa bo'ladi deb so'rang. Bu miyani mashq qildirishning eng oson usuli. Pul jamg'arish bu shunday bir bilimki, bu bilim maktablarda o'rgatilmaydi. Maktabda sizga qanday qilib ishchi xodim bo'lish va karyera qilish o'rgatiladi. Ota-onangiz sizga qanday qilib kambag'al bo'lishni o'rgatgan bo'lishi ehtimoli yuqori, lekin bu ota-onangiz sizni yaxshi ko'rmaydi yoki sizning muvaffaqiyat qozonishingizni xohlashmaydi degani emas albatta. Bu shunchaki ular o'zlarini sevmasliklaridandir. Ularga o'rgatilgan ta'lim standartlari hozirgi zamon talablarini qondira olmaydi va 25 yildan keyin sizning hozirgi bilim hamda tajribalardan xulosa chiqarib, farzandlaringizga beradigan o'gitlaringiz kelajak hayot talablarini qondira olmasligi mumkin. Shu sabab ham doimo harakatda bo'ling. Insonga ikki buyuk ne'mat berilgan: aql va vaqt. Aqlingizdan ham, vaqtingizdan ham oqilona foydalaning. Zamon bilan ham nafas yashang va o'rgangan mustahkam bilim va orttirgan tajribalaringizni farzandlaringizga o'rgating. Agar sizda moliyaviy bilimingizni oshirish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, Robert Kiyosakining Cash Flow kalamushlar poygasi deb nomlangan moliyaviy erkinlikka o'rgatuvchi o'yinni sizga tavsiya qilamiz. Bu o'yinni richdad.com saytida onlayn tarzda o'ynab ko'rishingiz mumkin. Har bitta ota-ona va farzandlarimiz uchun dasturi amal bo'ladigan, ularning moliyaviy savodxonligi uchun asosiy qo'llanma bo'ladigan ushbu kitobning ma'nosini 10 daqiqada yetkazishga harakat qildik. Ushbu kitobda berilgan maslahatlarni to'g'ri tushunish uchun kitobning o'zini o'qishni tavsiya etamiz. Ushbu kitobni siz uchun ulashdik. Yana ko'plab kitoblarning mazmunini bilib olishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib, do'stlaringizga ushbu ilmni ulashing. Yana qanday kitoblar haqida bilib olmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring.